O'tgan hafta sotilgan uchastkamizning shunday yonidan ham yana uchastkalar chiqyapti. Xo'p, mana patkuluvchi bitta dona qolibdi. Oxirgidek ikkitasi sotilgan. Ilk korobka holati degan bor. Narxlarini ekranga chiqarib qo'yaman. Bu patkuluvchi narxlari, описаниеga korobkaning narxlarini qo'yaman. 100% patkuluvchi holatda o'zimga ham mana shunaqa uylarni obzor qilish yoqadi. Mazza qilib obzor qilasizdik. 3 urvilli bo'ladi. Podvol birinchi etaj, ikkinchi etaj. Umumiy hisobda 6 ta xona, hol, oshxona. Oshxonasi ikkita ekan. Asosan uchastka qurayotganda odamlar xonalarni kichkinaroq qilib, kvadraturadan yutishni xohlashadi, lekin bu yerda unaqa qilinmagan ekan. Holni o'zini ko'ryapsizlarmi, qanaqa kattaligini. Mana bu oshxonasi bo'ladi. Mana sanuzel, mana bunday xonalarning hammasi mana shunaqa katta qilib qilingan, keng va baland. Mana lyustralarigacha ham tayyor qilib qo'yishdi. Mana mashina rechenasi ham yoqdi, lekin ko'p joyda bu yerda yoqib forishardi, uy bo'g'ib qo'yadi bu narsa. Ikkinchi etajda ham mana bitta zal, 4 ta yotoqxonasi bor ekan. Mana mashxonasi menga yoqdi, lekin qaranglar, tabiiy yorug'likni o'zi ham zo'r bo'ladi deb o'tdi. Lokatsiyasi Solnishniy bu joyimiz. Yaqinda bitta uchastkamizni sotiluvdi ko'rdinglar, o'shani shunday yon qo'shnisi bo'ladilar. Mana mashina qurayotgan aka, bu yerda ham qurgan ekanlar. 100% sifatli mahsulotlardan qurilgan, kelsangiz tushuntirib beradilar. O'zingiz storiyada belgilagan narxlarga obzor qildik. Egalarining raqamlarini qoldiraman, aloqaga chiqishingiz mumkin. Aniq lokatsiyasi, rasmlari Telegram kanalimda bo'ladi. Mana shu uchastkamiz. Mana shu yozgi oshxonasi rosa yoqdi menga.